Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyana başlayımız. Leksiyada size gacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Süneyinki sözlüge leksiyelerimizin ahirindeki muhakeme karakterlik leksiyada süret yaxşı çıkmaya kaldı. Şuna yollamadım. Beni keçiren vatandaş. Endi bugünkü sözleydiği leksiyemiz bundak. Cumhuriyeti cezalaş için Amerika Şinjan kişilik hukuk meselesini oydurup çıktı. Mavzulu haber 9. ayının 1. günü Rusya Sünni Hemra agentliği de haber kılındı. Haber bundak başlandı. Bunu Rusyalık rast yazıp otamdı, yalgan yazıp otamdı. Siz bilen biz bunu ayırayamayız çünkü Rus dilini bilmeyimiz. Bir yerde gep, eğer Xitay bunu suiistimal kılıp atkan bolsa, mesela Amerika Birleşmiş Ştatları hükümeti Uygurlarning hazır lager, yig'ilish lagerdagi ahvoli ko'ngil bilgan shundaq bir paytda, agar Xitoy hükümeti bunu suiistimal qilib, Rossiyalikni shepi keltirib, Amerika Birleşmiş Ştatlariga ideologiyasi asosida qarshi bir nima yozdi deyilsa, bu vaqtida Xitoyning qig'ayishi bo'ladi, masalan, suiistimal nuqtai nazardan. Agar Rossiyaliklar o'zi rosti shundoq o'ylab, Şinjan yani mustamlik Uyg'uriston to'g'risida shunday xabarni e'lon qildimi desangiz, u vaqtda nemish Xo'shiddin Yarshar vaqt gazeti bilan Rossiyaning Sunniy Hamra agentligi o'xshash bir kunda degidek Şinjan masalasi, ya'ni Uyg'uriston, mustamlik Uyg'uriston masalasiga qo'zg'aldi. Xabar mundaq başlandı. Amerika'daki partiyanın parlamentdeki a'zolari Prezident Trump'a müracaat yazıp, Şinjan'da kişilik hukukni dafsanda qilganlikdan Jungo'ning bazı amaldorlarini ve şirketlerini jazolashni talab qildi. 8. ayının 30. günü Amerika Birleşme Agentligi bu to'g'rida xabar tarqatdi. Bundaq harakat şeklini oldin bilib olg'ili bo'ladi. Çünkü bundaq harakat Rossiyaga ishlatilgan. Yuqori darajalik iqtisodshunos va sharqshunoslik tadqiqot o'rnining mudiri Aleksey Maslov Sunniy Hamra agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilganda yuqorida ko'rsatdi va shunday hisobladi. Amerika Rossiya va Jungoga embargo yurgizganda o'xshash mintaqalik, ya'ni zo'magarlik qilish harkisini qo'llandi, ya'ni zo'magarlik qilish mintaqasini qo'llandi dedi. Demak, bu yerda Jungoning ideologiyalik fikri bilan Rossiyaning ideologik fikri mushu nuqtada, mushu jumlada agar Aleksey Maslov degan bu odam rost shunday xabar e'lon qilgan bo'lsa, ideologiyasi birdakligi yo'l. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir nafar Jungolog mutaxassis shundoq dedi. Demak, buni bir Jungolog mutaxassis shundoq dedi degan qaraganda bu xabarning rost ekanligidan gumon qilishga to'g'ri keldi. Chunki Xitoy yolg'onchi, yolg'on so'zlaydigan Xitoy bor. Aleksey Maslov o'zsiz davomlashayotgan Şinjan kishilik huquq krizisi tufayli Davlat Majlisi a'zolari mablag'ni to'g'nitish va ba'zi Jungo shirkatlarining Amerika kirishini cheklash to'g'risida murojaat qildi dedi Aleksey Maslov naql elib. Aleksey Maslov mundaq dedi. Bundaq harakat shaklini oldin faraz qilishga bo'ladi. Bu harakat shakli Rossiyaga tatbiq qilingan. Ayni chog'da demakki. Aleksey Maslov mundaq deydi. Prezident Trump Jungoga tamoyil bajo qo'yib, cheklash siyosatini yo'l qo'ydi. Bu Jungoga uzun muddatlik qarshi turishning boshlanishidir. Bundaq manzara Rossiyaning vujudida ham bo'lib o'tgan. Ya'ni burun Amerika Rossiyaga shunday qilgan demakchi hozir Aleksey Maslov. Aleksey Maslov mundaq deydi. Jungo o'zining ichki ishini bartaraf qilyapti. Milliy bo'lginchilarga va zo'ravonlarga munosib tadbir qo'llanyapti. Bu Jungoning ichki ishi, boshqalarning aralashish huquqi yo'q. 8. ayının 30. günü Şinjan'da kişilik hukuk meselesi Cenevre'de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın
Erkek kamsitishni tugutish komitetida o'tirib qo'yildi. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Millatlarning kishilik huquq ahvoli to'g'risida 2 kun muhokama, munozara qilib, yezib chiqqan doklad komitetda tarqitildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining komitetida tarqitildi. Bu tadqiqotchilar 8-oyning o'ttirlarida bu komitetga yetib kelgan. Ko'z qarashlari Jungo vakillarining ko'z qarashlaridan farqlanadi. Xulosa dokladida Şinjan'da Uyg'urlarning yig'ib olish lagerlariga yig'ib elinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'g'risida to'xtalgan. Tekshirish dokladida hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotining erkak kamsitishni tugutish komiteti bo'layotgan ishlarni Reuters agentligi xabar qilyapti. Tilga ilishqa arziydigan bir taraf shuki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yetib kelgan Jungo vakillar umiga Markaziy Birlik shtab bo'limining amaldori Hulyanxu yig'inda mundaq ko'rsatdi. Jungo Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida oz sonli millatlarning kishilik huquqini hurmat qilib ham kafolat qilib keldi. Şinjan huquqsiz rayon deydigan ko'z qarash faktga uyg'un emas. Bu bir qora chaplaqanlikdir. Dugal xonim kishilik huquq erkiy kamsitishni tugutish komitetiga a'zo. Dugal xonim shundoq dedi. Şinjan huquqsiz rayon ajoyib qo'yilgan siyosiy hukmchimi? Hulyanxu mundaq dedi. Şinjan zo'ravonlarning ziyonkashligiga uchragan yer. Her qaysi millatlarning hayoti mol-mulkiga kafolat qilish uchun ba'zi jinoyatchilar nazarband ostiga olindi. Ba'zilarga jinoyat bekitildi, yana ba'zilarga yordam qilib, ularni kasbiy tarbiyalash markazlariga kasb, texnika va qonun bilimlari bilan yordam qildi. Şinjan'da tuzilgan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni asabiylikdan xoli bo'lish nizomnomasi. Ko'rdingizmi? Bu yerda hurmatli vatandosh shuni bilib oling, bu yerda Şinjan degan biz xabardagi aysi xabarning obyekti. Mazmuniga hurmat qilyapmizmi? Agar buni biz yoki Turkiston yoki Uyg'uriston deb o'zgarsak, bu yerda bu Şinjan bo'lmaydi. Bu xabarning o'zida kelayotgan gap. Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni asabiylikdan xoli bo'lish nizomnomasida ko'rsatilgan radikal asabiylar ma'lum din va dindan xalos bo'lishga qoritilgan emas. Zo'ravonlar qarshi bahonasida asonlik millatlarni ekspluatatsiya qiladigan, diniy e'tiqodga va erkinlikka daxl tarz qiladigan masalalar bu Şinjan'da mavjud emas deydi Birlik shtab bo'limining a'zosi rahbari Hulyanxu degan odam shu kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kamsitishni tugutish komitetida so'zlagan so'zlar. Hozir bularning hammasini mush xabarga munosabati keldi, eg'iz qilyapti. Bu yerlik asosiy gap Rossiyalik Alksey Maslov degan shunday yozdimi yoki Xitoy shu ism bilan suiiste'mol qilib Rossiya mundaq dedi deb Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatda Uyg'urlarning taqdiriga ya Uyg'urlar nazarband qilingan yig'ib olish lagerlariga ko'ngil bo'layotgan paytida Xitoy bilan Rossiya birlashib, bir-birini suiiste'mol qilib, Amerikaga qarshi ideologiyalik tashviqot bilan shug'ullandi. Bu tarafi bizga noma'lum.